Qur'onda baxtsizlik haqida bitta oyat bor. O'tgan qavmlar Samud, Od qavmlari payg'ambarlariga qarshi chiqqan. Payg'ambar ularni Allohga da'vat qilgan, ular payg'ambarga qarshi chiqqan. "Voy, noto'g'ri qilyapsizlar" deganda payg'ambarni o'ldirmoqchi bo'lishgan. Shunda Alloh taolo ularga balo jo'natgan. Osmondan shamol, qichqiriq, to'fon, ular halok bo'lgan. Halok bo'lgandan keyin bir oyat bor. Ular ayyamun nahisatda halok bo'ldi deydi. Ya'ni baxtsiz kunlarda halok bo'ldi. İnsonning baxtsizligi payg'ambarga qarshi chiqishda bo'ladi. Payg'ambarga itoat nima ekan demak? Baxtli hayot bo'ladi. Baxt men uchun shu payg'ambarga itoat qilib qolishlik. Baxtni o'zim yasamayman. Baxt tayyor bor, hammamizda bor. Hammamizda baxt tanlovi bor. To'g'rimi? Biz tanlasak, Alloh taolo baxtni beradi. Haqiqiy baxtli hayot payg'ambarga itoatda bo'ladi.